Qani Nexia yaqinroq kelamiz. Shaharda shu Nexia'ni cho'ktirib qanchaga tushadi? Kelinglar shuni sizlar bilan hisoblab ko'raylik. Haydovchasida prujinasi, adboyniga, xo'p, prujinasi 50 mingdan 100 ming so'm, adboynigi polni cho'kkani, xo'p, 40 mingdan 80 ming so'm. Xizmatimiz oldi bir taraf 60 ming so'mdan, ikkisi oldi 120 ming so'm. Haydovchasida almashtirgan detallar prujina, keyin tepasiga sariq rezika bo'ladi. Dabavitini okamiz qo'ygan ekanlar qarigan rezikadan, bizda uni sifatini yumshoqdan bor. Xo'p, keyin almashtiradigan detallar. Ikkita rezika almashtiramiz, narxi 40 ming so'm bo'ladi. Xo'p, prujina bo'lsa, turgan prujinalar Nexia'nikini radon orqa prujinasi bo'ladi. Shuni hisobga mo'sh ancha baland turadi. Ko'pchilik bizneslar pul yengilroq tushirib berasiz o'ka desa, xo'p, o'zinikini kesib beramiz. Xizmat 50 ming so'm bo'ladi. Xo'p, bizda tayyor cho'ktirilgani bor. Buni jupini 220 ming qilib beramiz. Olib chiqib qo'yish xizmatimiz 50 ming so'mdan 100 ming so'm bo'ladi. So'ngida qiladigan ishimiz, xo'p, orqa amortizator o'zi bas qilgandan keyin ancha uzayadi. Bo'lib o'zi prexanlik qo'yiladi. Ko'pchilik aytadiki, cho'ktirilgandan keyin pozitsiylardan o'tganda dirqilab tegadi-ku deydi. Xo'p, amortizatorni prexanlikni olib tashlab turib, zayuska oldiga qo'yib beramiz. Xo'p, buni yechitish narxi 20 ming so'm, 40 ming so'm. Nexia rezultatini ko'rishdan oldin bizni sahifaga obuna bo'ling. Bundan da uzr kontentini o'tkazib yubormang. Üstüne hiçbir söz olmaz, gözlerin yaman güzel. Dağlarda duman güzel, başların kaman güzel. Dağlarda duman güzel, başların kaman güzel. Üstüne hiçbir söz olmaz, gözlerin yaman güzel.